Honda motorli kengurimizni to'g'ri ishlatishni o'rgatamiz. Qanaqa qilib to'g'ri yoqiladi, ishlaganda qanaqa to'g'ri qo'yiladi nastroykasi. Birinchidan o'nga qo'yamiz buni. Motorni yoqamiz. Benzinni ochamiz bu tomonga. O'zi yopiq turadi. O'nga ochamiz. Bu xolostoy xodga turadi. Ko'pchilikda ishlatishni bilmagani, shu xolostoy xodda turganida gaz bosishadi. Keyin u sakrab ketadi. Sakrab udarni kam beradi. Benzinni ochamiz. Ishlatamiz. Mana pasos turganda shunaqa sakraydi. Agar o'tkazmasa u tomonga.